Sud tibbiyoti ekspertizasi fani obyektlari haqida gaplashsak. Sud tibbiyoti ekspertizasi fanining obyektlari ular birinchilardan bo'lib eng ko'p tekshiriladigan obyektimiz bu tirik shaxslar. Ekspertizaning eng ko'p qismini tirik shaxslar tashkil qiladi. Ikkinchi o'rinda murdalar. Uchinchi o'rinda bo'lsa dalillar, daliliy ashyolar. To'rtinchi o'rinda ish materiallari obyektlarimiz mavjud. Demak, talabalarda o'z navbatida savol paydo bo'ladi. Qanday tirik shaxslar tekshiruvdan o'tkaziladi? Sud tibbiyoti ekspertizasida jarohatlangan tirik shaxslar salomatlik darajasini aniqlash maqsadida ekspertizadan o'tkazilishlari tabiiy hol. Murdalar tekshiruvdan o'tkaziladi. Murdalar voqea joyidan topilgan bo'lishi mumkin yoki shaxsi noma'lum murdalar bo'lishi mumkin yoki-da shifoxonadan keltirilgan murdalar bo'lishi mumkin. Avtohalokatga uchragan, osilgan, cho'kkan va hokazo shunga o'xshash murdalar tekshiruvdan o'tkaziladi. Albatta, dalillar deganda voqea joyidan topilgan jinoyat quroli sifatida shubha qilingan har qanday buyum dalillar bo'la oladi. Ish materiallari deganda tibbiy hujjatlar, retseptlar, kartalar, istoriyalar misol bo'ladi.